Assalomu alaykum do'stlar, mana yangi Malibu bir. Yangi mana. Agamiz olgan shunday uyga olib qo'ygan. Hali yurgani 6800 km yurgan ekan. Mashinamiz tiniq holatda. Polni. Yangi holatda. Agam shunday olgan, uyga shunday qo'yib saqlagan. Magnitofonlar mana ko'rishlaringiz tiniq holatda mashina. Yangi akamiz minmagan ham 6800 km yo'ram yurmagan yangi mashina. Ko'rishlaringiz mumkin. Eshiklarni yopilishiga. Udar mashina. Orqa tomonlari ham o'ta go'zal holatda. Udar mashinamiz. Diska balonlar yangi holatda. Maslar edi, katta akamiz shunga o'xshab maslar 90 talik gaz baloni bor ekan mashinamizda. Kraska top toza deyapti. Bitta petnochasi ham yo'q deyapti. Tirnoqdek petnochasi ham yo'q deyapti. Toza. Hali salafonlar turibdi, balonlari. Motor hadoyda umuman ishi yo'q. Ko'rishlaringiz motorlar tiniq holatda. O'ta chiroyli, o'ta go'zal holatda ko'rishlaringiz motor hadoyda ishi yo'q. Nech pul deyapsiz aka buni? 11,5 deyapti. Kelishadigan joyi bor. Akamizga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Nomerni qoldiramiz. Malibu bir tiniq yangi 6800 yurgan.